Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir bizda yana Yakkasaroy tumanidamiz, ya'ni Milano deb nomlangan turar joy majmuasini 151 kvadrat metrli 5-qavatda joylashgan xonadonidamiz. Juda ham chiroyli xonadonimiz, neoklassik uslubida minimal darajada ta'mirdan chiqqan, juda ham chiroyli. Men o'zimga ham juda ham yoqdi. Hozir men sizlarni umumiy tanishtirib chiqaman. Bu hol qismi, ko'rib turganinglar, mana yo'lakdan asosiy kirish qismimiz bo'ladi, eshigimiz bo'ladi. Borg, domofon sistemalari, qurilmalari joylashtirilgan. Kirganimizda mana bizning o'ng qo'lda ustроенный shkaflarimiz, yaxshi bo'yoqdan chiqqan shkaflarimizni joylashtirishgan aziz o'rtoqlar. Hovlimizni ko'rib turibsizlar, juda ham shinam, kattagina, zirkali oynalari, komodlari tayyor qilib qo'yilgan va kirganimizda to'g'rida bizning master yotoqxonamiz bor. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli yotoqxona. O'zini hamma sharoitlari bilan mukammal tarzda ta'mirdan chiqqan, ko'rib turibsizlar. O'zini mana komodlari ayollarimiz uchun bu yoqda yana alohida televizorlar o'rnatish uchun komodlari bilan tayyor qilib qo'yishgan. Bu yoqda bo'lsa tumbuchkalar, konditsioner, yumshoq kravatlari, biralari va chiroyli high-tech kartinalarimiz ham bor. Bu yoqda bo'lsa o'zini alohida kattagina ko'rib turibsizlar, kiyinish uchun garderobning xonalari ham tayyor aziz o'rtoqlar. Hovlimizdan o'tganimizda bizani mana ikkinchi xonamiz kutib oladi. Bu xonamiz mehmonxonamiz bo'ladi. Juda ham kattagina, o'zini lounge zonasi alohida. Bu yoqda bo'lsa mehmonlarni kutib olish uchun 6 kishilik high-tech stol stullarimizni qimmatini toshli stollarni qo'yib qo'yishgan. Bu yoqda bo'lsa dekor mahsulotlarimiz, konditsioner, chiroyli qandillar, bu yoqda biralar, kursiylar bo'ladi, stroyni yana shkaflar bilan dekor qilib Samsung original televizordan joylashtirib qo'yishgan aziz o'rtoqlar. Xo'p, yo'lakda bo'lsa bizani alohida sanuzilimiz bor, yuvinish xonasi va hojatxona alohida. Hoffman kir yuvish mashinalarini ham tayyor qilib joylashtirib qo'yishgan aziz o'rtoqlar. Xo'p, masterni oxirida ko'rsatamiz. Bu yoqda bo'lsa yosh bolalar yotoqxonasi. Kursiylar bo'ladi, juda ham shinam, yumshoq o'yinchoqlari, yumshoq kravatlari, dars qilish uchun stol stullari, chiroyli svetlari va yorug' bo'lish uchun tashqariga qaragan panoramli oynamiz va kichkinagina balkonchamiz, shkafchalarimiz, bu yoqda bo'lsa kartinalarimiz joylashtirilgan aziz o'rtoqlar. Endi bo'lsa ayollarimiz yaxshi ko'rgan xona bu oshxonamiz. Oshxonamizni ko'rsanglar bo'ladi, mana 6 kishilik stol stullari, bu yoqda bo'lsa astrovok uslubida qilingan. Bu yoqda to'g'rash-to'g'rashlarni qilish uchun alohida astrovoklar qilib qo'yishgan. Bu yoqda bo'lsa Hoffman texnikalarini komplekt joylashtirishgan. Mebellari ham krashni, ya'ni boyadan chiqqan yaxshi mebellar ekan. Bu yoqda bo'lsa mana Hoffman ikkita eshikli kattagina muzlatgichlarni ham joylashtirishgan. Xo'p, bu yoq bo'lsa eng oxirgi xonamizda ko'rsanglar bo'ladi, juda ham katta master yotoqxonamiz. O'zini televizorning zonalari, bu yoqda bo'lsa yumshoq kravatlari, kichkinagina balkonlari, konditsioner, bira, hamma sharoitlari bilan komodlarini tayyorlab qo'yishgan va o'zini alohida sanuzil qismi ham bor. Kursiylar bo'ladi, vannalargacha qo'yib qo'yishgan aziz o'rtoqlar. Juda ham chiroyli, shinam uy bo'lgan aziz o'rtoqlar. Kelsanglar sizlarga ham juda ham yoqib qoladigan umiddamiz. Narxiga o'tadigan bo'lsa, $390 dollarda kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxda barga qilib beramiz. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi. Hammalarga omad.